Menopauza boshlangandan keyin bo'g'imlaringiz og'riy boshladimi? Demak, bu tasodif emas. 35-40 yoshdan keyin ayol organizmida estrogen gormonlari ishlab chiqarilishi kamaya boshlaydi. Estrogen gormoni nafaqat ayollar salomatligi uchun, balki bo'g'im, pay va suyaklar mustahkamligi uchun ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun menopauza davrida bo'g'imlarimizda og'riq, g'irchillash, harakatda noqulaylik, suyaklar zaiflashishi kabi holatlar ko'p uchraydi. Shu sababli bu davrda biz ayollar organizmimizga yetarli darajada gidrolizlangan kollagen, oqsil, kalsiy, vitamin D kabi mahsulotlarni qabul qilishimiz kerak. Aynan Revmart preparati tarkibidagi yirtqich suv hayvonlaridan olinadigan gidrolizlangan 1 va 2 tip kollagen hamda vitamin C bo'g'im, tog'ay va pay suyaklarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus preparat hisoblanadi.